Yurak qon tomir tizimi sog'lom bo'lishi va qon bosimi normal holatda qolishi uchun yoki oshgan qon bosimini pastga tushirish uchun qancha jismoniy harakat bajarish kerak? Amerika kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiyasiga ko'ra, bir hafta davomida 150 daqiqa o'rta intensivlikdagi jismoniy harakatlarni bajarish qon bosimini o'rta hisobda 8-10 mm simob ustuniga kamayishiga olib keladi. Aytilgan tavsiyani bajarish uchun bir hafta davomida kamida 5 kun 30 daqiqadan tez yurish, ko'chada sayr qilish, velotrenajyorda mashq qilish, kardiotrenajyorlarda mashq qilish kerak bo'ladi. Bordi-yu, har kuni jismoniy harakat uchun vaqt topa olmaydigan odam bo'lsa, ular bir haftada kamida 3 marta yuqori intensivlikdagi 1 soatdan 2 soat oralig'idagi jismoniy mashqlarni bajarish kerak. Yuqori intensivlikdagi degani bu inson nafas olish tezligi yuqori bo'lganligi fonida faqatgina qisqa so'zlar bilan suhbatlasha oladigan temp. Mana shu temp asosida bir haftada 2-3 marotaba jismoniy harakat bajarish kerak. Bundan tashqari bir haftada kamida 2 marotaba turli xil gantel yoki toshlarni ishlatgan holatda shug'ullanish muskul massasini oshishiga va qon bosimini tushishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin albatta har qanday turdagi jismoniy harakat bilan shug'ullanishdan oldin kardiolog tavsiyasini oling va shundan keyingina jismoniy aktivlikni boshlang. Ushbu videoni jismoniy harakat va sport bilan shug'ullanish yurak qon tomir tizimi va qon bosimi uchun xavfli deb o'ylaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.